Aka, mana bu holatni qarang. Chet elda avtoparkovka qo'yganda, vaqt o'tgandan keyin qo'ymoqchi bo'lib, keyin katta ko'chaga yurib ketib qolgan. Shunda elektromobillarning avtoparkovkasi 100% ishonish kerak emasmi? Endi mana bunaqa narsa-da, bu ham avtoparkovkada men yosh bolaga o'xshataman-da. Aha. Bu yerda hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, yosh bolaga ham baribir ish berganingizda o'zingiz nazorat qilishingiz kerak. Buni ham ichida o'tirib olib nazorat qilish kerak edi. Men okam, lekin buni baxtiga urilmabdi. O'shaning uchun hali sal xomroq-da. Elektromobillarning mana shu anaqasi funksiyasi sal darobotga Endi u yerda Li 9 deb yozilgan, Li 9 olib tashlash kerak. Umumiy elektromobil. Umumiy любой avtoparkovka hali sal xomroq. O'shaning uchun u yosh bolaga o'xshab buni nazorat qilish kerak, shart. Ya'ni avtoparkovka qo'ysa ham uni tepasida turib oxirigacha qo'yib Вообще meni maslahatim ichkarida barham ichida o'tirib nazorat qilish kerak. Bani hech narsa bosmasangiz ham, shu cruise controlga ham shunaqa tegishli. Cruise control yoki avtopilot qo'yasiz, o'zi yurib ketadi mashina, palasadan chiqib ketadigan bo'lsa, barham o'sha yerda